6 aprel sanasida mana ijtimoiy tarmoqda bizni faol kuzatayotgan obunachilar mana Real Tego degan giloslarimiz sarg'aydi. Po'soyda, Lashkarda mana do'stlar ko'p do'stlar gilos holatini mana tana bo'ylab qiladi mana. Mana agarda buni to'qalasa shunaqangi 7 kilos bo'ladi. Mana ekishlaring boqilishlarini tavsiya qilaman. O'zbekiston kelgan gilos tajida sinovdan o'tgan gilosimiz. Mana belgilarni olib kelib ko'rsating. Mana gilos holatda, bakta orasida bonni yerdan turib uziladi. Abdeska KGB usulda bo'lgan abdeskalar. Mana bularni ham. Mana baktagida to'lamaydi do'stlar. Mana qo'rqmasdan boqilaverasizlar, sababi bu O'zbekiston sinovdan o'tdi. Ertakini ham gilos holatlari to'lamaydi. Gilosimiz 4-yilda hosildorligi zo'r. Mana bizni kuzatishda davom etinglar. Farg'onalik bog'bon kanalida kunlik yangiliklarni tashlab boramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Gilosga qiziqqan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar videoni.